Shein Haul qizlar. Raspakovka Sheindan. Kiyimni oldim, birinchi kartinalarimni ko'rsatib ketmoqchiman qizlar. Instagramda kim meni kuzatsa biladi, men kartinalar chizishni yaxshi ko'raman. Men bunisini Griffin tanladi, meni ofisimga chizib berdi. Qanaqa bo'lish kerakligini sizlarga rasmlarni qo'yib qo'yaman albatta. Men bunisi o'zimga yoqdi. Bu ham o'zimga yoqdi. Bo'lajak uyimga qilaman. Bu kartinalar nomerli chizadigan kartinalar. Ichida hamma narsasi bo'ladi qizlar, naborida. Qaranglar. Mana nomerli o'sha kraskalari, kistlari, qanaqa bo'lish kerak rasmi va o'sha kartinani o'zi. Hozir. Mana nomerli. Qancha chizilmagan bo'lsa ham shunda ko'rib turibsizlar. Mana shunaqangi kartinadan 3 xil. Bu safar sizlarga erinmasdan kiyib ko'rsataman hamma narsani. Bu yerda jinsi. Shein bu shunaqangi kitayskiy приложение Taobao'ga o'xshagan. O'zbekistonga ham dastavkasi bor qizlar. Shein.com ga kirasizlar yoki приложениесini skачать qilib zakaz qilsanglar bo'ladi. O'zbekistonga bilmayman qancha tez yetkazib beradi, lekin Amerikaga menga uzog'i bilan bir haftada keladi. Tak. Men sizlarga hamma zakaz qilgan narsalarimni rasmda qanday bo'lishi kerak va kelgani qanaqa ko'rsataman. Qaranglar, rasmda unaqa bo'lishi kerak. Biz ham unaqa oldik. Kiyib ko'ramizmi? Meni fikrim bo'yicha juda ham o'xshash. Mana bu rezinkali, menga rezinkalilar yoqadi. Agar tegini qayirsanglar, oyog'inglar uzunroq ko'rinadi. Yopishib turibdi ham demayman, svobodniy ham demayman. O'rtacha jinsi qizlar mana. Rangi chiroyli. Juda ham qulay, bemalol движениялар qilishga. Keyingisi, bu yerda bitta upakovkada millionta narsa. Hozir bittama-bitta ketadi. Так. O, leginsi. Trenirovkaga. Mana bunaqangi sportivniy leginsi. Birorta koftani birinchi ko'rsating. Mana shimim borligida korset qizlar. Korset прям Alisa в стране чудес menga eslatdi bu korset. Qaranglar. Qaranglar chiroyliligini. Prям yoz hozir kiyaman. Kiyishga sal qiynaldim-ku, lekin asalligini qaranglar buni. No, asalligini qaranglar qizlar. Это просто чудо чудесное. Прям yozgi такой образ. Tegiga boshqa jins emas, boshqa narsa kiysam, oq yubichkami bir narsa. Prям juda chiroyli bo'ladi. Buni qaranglar asalligini. Qanaqa bo'lishi kerak va hayotda qanaqa? Mana yaqinroqdan ko'rsanglar bo'ladi. Har bitta detalini. Yana bitta vazifa buni yechish. Keyingisi zalga topik. Ani fioletovi bilan kiyish kerak. Hozir shuni kiyamiz qizlar. Mana bunaqangi chisti. Zalga hatto yozga ham bo'laveradi mana. Даже mana shunaqangi jinsilar bilan ham to'g'ri keladi. Hozir men ani leginsi bilan kiyib ko'raychi. Boyagi leginsi qizlar. Sal kачествоsi men kutgandek emas, uni narxi bilan kopeyishni o'shaning uchun anaqa. A так topik просто любовь. Topik o'zida mamutida chashchikalari bor, o'shaning uchun bemalol tegilidan hech narsa kiymasdan, taqmasdan kiysanglar bo'ladi mana topikka. Lekin menga bu leginsi men buni telefon qo'yishga, naushniklarni tiqib qo'yishga cho'nchaga borligi yoqdi. Rangi menga uncha yarashmadi-yu, no, yarashtirib kiyishni bilaman qanaqa qilib. Topikimizni zalga oq rangi. E'tibor bersam, menda oq topikim zalga yo'q ekan. O oq bilan mana leginsi уже boshqacha ko'rinadi. Ko'rdinglarmi? Более так chiroyliroq. Mana oq orqasi va mana shu obrazga kurtchka olganman. Kurtchka emas, bir xil payt ertalablari juda ham sovuq bo'ladi, keyin isib ketadi. O'shaning uchun setichni mana bunaqangi narsa olganman. Bu setkali lavandovый оттенокda. Men cho'ta lavandaga bu yil kasal bo'ldim qizlar. Qaranglar, mana. Чисто такой залский образ. Bilasizlar, men trenirovkaga juda ham ko'p narsa olaman. Mana bunaqangi kurtchka. Kurtka emas, такая, типа как ветровка deyiladimi, bu nima deydi, bunaqa kalta. Mana shuni kalta olsanglar, oyog'inglarni uzun ko'rsatadi. Men oyog'im kalta deb o'shaning uchun bilaman. Keyingisi ham lavandoviy bo'pti. Bu fioletoviy bo'lsa, bular prям lavanda zalga kiyim ketdi. Zalga ham takoy bo'lib borish kerak-da. Bunisida chashchikalari yo'q ekan qizlar. Orqasi mana bunaqangi qadaladigan ekan topikka. Mana bunaqa. O, men bunga ham tushar ekan bu. Qaranglar. Bunisini kiymayman qizda, chashchikasi yo'q. Uyalmaysizmi? Keyin yozasizlar kommentariyada. O'shaning uchun tinchgina tepani merka qilmayman. Ani fioletoviga qaraganda mana bu lavandani menga kачествоsi ko'proq yoqdi. Bu prям yozgi material, yumshoqqina, yengilgina, shpagatlarga ham zo'r. Xullas qizlar, rangi juda zo'r. Ammo tepasi bo'ladi-ku, xullas tushundinglar. Keyingisi bizda ko'yning
Mani shtatimga yoz kelgan, o'shaning uchun ko'ylaklarni payti. Oh, that's so cute. Bu mana bunaqangi ko'ylak ala kombinezon qizlar. Orqasi ochuv. Lekin bu shortigli tegi. Tegida shortik bor mana. Mana bunisi ko'tarilib ketsa ham tegida shortik qoladi. Chunki ko'pincha shamol bo'ladi-yu. Bunga ham sumочкаlar bilan, bosonojkalar bilan obraz tanlasanglar asal bo'ladi. Va eng asosiysi dazmollash kerak qizlar. Cute girl vibe. Qizlar jinsi qaytib keldi, chunki rubashkalarni sizlarga ko'rsatishim kerak. Mana bunaqangi. Boya aytib o'tganimdek kalta rubashka olasizlar, jinsini teparoqdan qilasizlar, oyog'inglar uzunroq ko'rinadi. Mana shunaqangi plashovka ekan buni materiali. Yozga to'g'ri kelmaydi, lekin hozirgi havoga idealni. Keyin men ko'chadigan shtatda ham mana shunaqangi salqinroq havo bo'ladi. Orqasi yondan oldidan sizlarga obraz. Pushtini biz sevamiz. Qo'llarida ham mana bunaqangi qanaqadir oq, xuddi oq bitta rubashka chiqib turgandek elementlari bor ekan. Mana bitta ham mana. Bizda yana bitta oxirgi rubashkamiz qoldi. Bunisi ko'k. Ko'k rubashka. Buni mashhura nimasi zo'r, buni oddiy kesilgan rubashka deyishinglar mumkin. Birinchidan men oddiylikni yaxshi ko'raman. Ikkinchidan buni materiali yozga to'g'ri keladigan, lekin yelkalari yopiq, uni kuyib ketmayman-da, plyajga borsam, chunki men butun yozni plyajda o'tkazmoqchiman. Buni takoy narsasi orqasida qizlar. Qani plyajli takoy variantik. Bundoq qilib rasmga tushsam chiroyli-da. Shu yelkasi ochuv, orqasi ochuv, beli ochuv anaqalarni yaxshi ko'raman men. Va deydi, obrazlarni yaxshi ko'raman. Tak, mana shunaqangi qaranglar mana. Albatta bu obrazlarni hammasini sumkalar bilan, oyoq kiyim bilan, soch turmagi bilan, keyin uzuv soatlar bilan to'ldirish kerak. Sizlarga shunchaki Sheindan bo'lgan raspakovkani ko'rsatdim qizlar. Qani Sheinga kiraylik-da, narxlarini hozir narsa zakaz qilganlarimni ko'ramiz qizlar. Tak, mana kartina birinchisi $5.76 ekan. Mana ko'ylak $9.12 ekan. Dastavkasi menga Amerikagacha bepul bo'ldi. Bilmadim O'zbekistonga dastavka qancha. Mana shim $23.79 bo'ldi. Mana ikkita rubashka $27.78. Korsetni narxi $9.85. Ikkita kartina $12.83. $6 dan-da. Keyin mana 1, 2, 3, 4, 5 ta narsa $37.85. Bu topik $7.32. Narxlarni ko'rib turibsizlar, juda ham hamyonbop va eng asosiysi qaranglar, Sheinda hamma narsa ingliz tilida yozilgan. Xitoy tilida emas, ingliz tilidan tarjima qilish osonroq. Bu yerda xohlagan tovaringlarni ko'rsanglar bo'ladi, xohlagan tovaringlarni zakaz qilsanglar bo'ladi. Faqat poiskka ingliz tilida yozinglar, ana o'shanda xohlagan narsalarni chiqazib beradi. Da, Taobaodan ozgina qimmatroq, lekin bu qulayroq.